Assalomu alaykum avtolochin kuzatuvchilari. Havoda qarang, bugun zo'r bo'ldi, yomg'irli havo bo'lib. Xo'sh, 18-iyun. Sotuvimizga Gentra qo'yamiz. 2022-yil 38 ming yurgan sifat xohlovchilar uchun 22-yilda ishlab chiqarilgan, kam yurgan kraskalar top-toza Gentra. Yumshoq balonlar bor, sonsiz zashinalar qilingan. Xo'p, salonlarni ichini ko'rsatib o'taman. Riyatni turibdi, haqiqatdan motiv bo'lib turibdi. Mana bunaqa Gentra yaqin o'rtada ko'rganim yo'q edi. Jihol polik holatlar ideal ekanligi. Olim mingan odam baraka topadi. Endi salonni sal qorong'ilik qilyapti, mana yoqamiz. Haqiqatdan zo'r. Ideal. Propan gazlari bor. 38 ming probeg. Bagajlar qarang, zapaska pastga olib tushunmagan ham hali. Haqiqatdan zo'r turibdi. Kovriklari, holatlari juda ham ideal. Juda ham ideal. Puli ham arzon. Menimcha 2022-yil Gentraga $9700 qo'ysak, Jizzaxda yo'qni artib o'ylayman. Jizzaxda $9700 2022-yil 38 ming probeg, kraskasi 100% toza. Idealli mashinamizni kelib naqd variant barter xizmatidan foydalanib past raqamlar qoldiramiz. Kelib olib ketishlaring mumkin. Hozirgi vaqtda davlat xizmatlarining stenkasi turibdi. Kech bo'lishiga qaramasdan biz ishda